Assalomu alaykum mehmonlar. Assalomu alaykum ekran oldidagi Chin Güzel Yemek Yolu Sanat programmasida qatnashgan mayirlarning chin haqiqiy ovozini anglashga taqozo bo'layotgan barliq qarindoshlar. Chinuri biotexnik instituti Sulton zavodida ishlangan go'zallik mening chin go'zalliklarim buyumlari mayirlarga omad tilaydi. Balkim bu qadimgi programmada qatnashgan mayirlarning qanday tarixxonligiga hammalar qiziqayotgan bo'lsa kerak. Ularga oldi bilan mukofot buyumlari bilan tanishib chiqaylik. Birinci derecege erişken mayırını asal makanı golcu dişlep sapta ve asalını bazağını sağanlı beri halkımızdan yaktırıp istimal kılışığı erişken Ulca Paktıl Müslümancı mektik işlep çıkıra şerikti 200 milyon kıymetindeki otomobil bilen tartıklaydı. Birinci derecege mükafatımızdan ait katta uzak yıllık tatkikat neticesinden diyarımızda tuncu bulup Diyar markasındaki ela süpetlik görüşlük soda suyunu işlep çıkarıp halkımızdan yaktırıp istimal kılışı ve şensigi erişken Örümçek Kutiyar Fen Teknika Terakkiye şerikti 150 milyon kıymetindeki otomobil bilen tartıklaydı. Şingerci mükafatımız olsa Uyghur tibabatçılıkları belgelik göz şahsıl kılan Şincan Kinara meblağçılıkı erkan mesbatları teminligen 100 milyon kıymetindeki otomobil. Kötüngerci mükafatımız olsa Fılaston'dan amayen soğan Şincan Mötüver Halkara Sosyal Şerikti el zok kiyimçiliği teminligen 50 milyon kıymetindeki otomobil. Şuna koyurlaştan mukafat buyumlarımız intayin katta. Özde ötüde bizden mayırlarımızdan tayarlık mı intayin kuta. Seni mayırımız sahnimizge merhamet. Yerlik ahangdagi naqshlarni anglash bizga o'zgacha huzur ato qiladi. Muxtabar Pichan noyasidan keldi. U bugungi musobaqaga alohida bir naqshni elib keldi. Xalq naqshi va ommabop naqshlarni yoqtirib aytaman. Qiziqishim naqsh anglash, sayohat qilish. Bu programmani men boshda anglagan, lekin o'zim ancha jur'at qilolmagan. Lekin opam telefon urib qaytadan menga ilhom berib, chuqum qatnashib beqing. Natija erishamisanizmi, o'zingizning kasbi bo'g'ashqa, o'zingizning qanchalik iqtidor borligini sinab ko'ring. Chuqum yuraklik bilan qatnashing degishgandan men bu programma qatnashishga jur'at qilib ishga keldim. Shu munosabat bilan opamga omonlik tilayman.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zingizni bir tanishtirib bersangiz. Ammonlarga Muxtar Quyumdan otliq salom. Mening yurtim Pichan nahiyosi. O'zim Ma'rif institutining Muzika ma'rifi. Müzik ma'rifida o'qigan. Juqur ovozing shundoq chiroyli. Ya'ni kelib qiyib ketmagan siz. Tövanga tushgandan keyin turaqliq bo'lmay qoldi ovozchi. Endi u faqat shu sizningki nayti jiddilashib ketganligidan bo'lishi kerak deb o'zimga tasalli berib, ham sizga endi bir fursat berishni to'g'ri ko'rib, sizga aylandim, singlim. Rahmat. Mana Nurg'un sen bilan chiqqan, lekin bugungilik bunday surlik sahnaga rast chiqmagan. Onun ustiga Abdulla Abdurayim siz qarab o'tirdingiz, intam qarablar shunday. Texmi jiddiylashdingiz yaqsa. Men shunda rag'bat berib o'tdim. Hamdalik cho'ng harakatlarni qilib ketdim, bunda diqqatni buzib o'tmay deb. Keling singlim. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Muxtar Quyum hammamizga o'zgacha naqshlarning huzurini berdi. Hamda Nurnisa muallimning yetaklashida bu ortiqchiliklaringizni texmi namoyon qilishga tirishing. Jipek yo'lidagi xush ovoz meni chilladi. Saharning yedig'i to'ymagan zo'q bilan al mehri giralashgan asno, dilim zo'q, uchamg'i libos al zo'q bilan billa manzilga qarab atlandim. Al zo'q kiyimlari, do'stim, tashqin aqsil talqanlar bilan to'lishing. Zaiflik, mag'dursizlik illatlaridan qo'shilishing. O'tir yosh yashanganlar, xonim qizlar, yoshlar, bolalar va diabet bemorlari uchun ayrim ishlardi. Tashqin yurishlik aqsil talqanlari. Men efendim yakın vazığa Zokum geldi hemmidim ayağımı kaydığa Bua, efendim geldi. Kaydın izge yağmurke Lezzet veresam Tatlini bu iyi gezler armanda Haydu markalık yağmışın təmi qandarıq ekan? Bək yaxşı ki. Haydu markalık yağmış haqiqatan yaxşı. Muni hakkında söz dola. Lakin zilladek emeli hareket az. Zilla nonisi paketini sözleydi. Önümünü gözleydi. Halkımızga zilla nefsini tavsiye kılıdı. Zilla nonisi. Zilla önümünün kafaleti. Kutlar hemme sevinler bulsun bizge yar Kutlar sizge bana yar bulsun elge yar Kutlar Yar yürüyüşlük sudan soları. Voy, assalomu alaykum aka. Assalom. Safar qayoqqa? Fransiyaga. Voy, Fransiyaga? Chiroyingni mandaq olaq qirib ketdi seni. Ay, mus saqalaqishning ishimda. Birsi o'tmayotgan, birsi beshib qolayotgan. Aka, sen azroq yo'lg'inmat dedigina. Fransiyaga berib qolsam, bek saqalaqishning birdan Ha, men shuni shiltiman. Hozir Shinjongning hamma yerdan setib olgan bo'ladi. Buni, ya'ni 2 tig'liq, 3 tig'liq, 4 tig'liq, yana sovg'a tig'lirim bor deydi. Alama qilaman. Fransiya bek tig'liriga oq oltin yalı qilgan bo'lib, o'tkir ham chidamli. Sizga o'zgacha erlik salofat bag'ishlaydi. Fransiya bek tig'liri. Ko'rib atqaninglar, Şinjan televiziya stansiyasi bilan Şinjan Buğra madaniyat tarixi sherikli birlikda ishlagan Chin go'zal Jipek yo'li sadosi programmasi. Va'da bermek oson, ammo va'dasida turish kerak. Ro'z Mehmet Aziz bizga va'da haqidagi bayonlarni naqshida izhor qilmoqchi. Yaxshi bo'lsa, kichkindan boshlab naqsha aytish, muzika chalish, shundaqla muzika anglashlariga bak erishman. Meni alohidligim bo'lsa, xalq naqshisi shundaqla ommabop naqshlarni o'z uslubimga aylantirib, naq maydonga olib chiqish. Ama shu Jipek yo'li sadosi programmasi ochilganini e'lon berganini men olmasdan burun ota-onam anglabdi-da. Anglagandan keyin menga bu taklifni berdi, nima uchun bunda programmada qatnashmaysan dedi. Shundan keyin men o'zimniki alohidlikni keng xalq ommasiga ko'rsatdi. Shundaqla ota-onamning shu talablarini o'rnash uchun shu programmaga qatnashdim. O'zim ishlaman.
yürüküm ağrıdı, yolda yalnız Ecep yürüküm ağrıdı, yolda yalnız Şapkın niyeydi de çizgi saldım çizgi saldım Alçıklık alemde yürekke saldım Alçıklık alemde yürekke saldım Ben günahım üzerinde azar oynayman Ben günahım üzerinde azar oynayman Hemen Roz Muhammed Aziz atıştın tırışlı borunum hazır. Ürümçi. Mana haqiqiy atish bırakma. Azroq hadislar yo'q emas, bak. Bak, Lekin bak. buni Mahmud o'zining ko'zi yetidi. Mana alışlaşılırım ben Murat. Dostlarımın Allah'ta bir ok verme ben. Bu Mahmud efendim, ben ko'rib o'tdim, rost ko'rib anglasa u boshqa ishga jima. Ma bola butun vujudi bilan aytdi. Men oldi bilan bugungidek cho'ng sahnaga chiqishga da'vat qilgan birinchilar ota-onamga hamda qarindoshlarimga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Rahmat sizlarga. Shuna bir vaqtda shu bugungi keng so'rinni hozirlab bergan ustozimiz Hoji Muxtar Voragimizga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Rahmat sizga. Qani, muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Qani, qarshi olaylik. Mana Ro'z Mehmet Iziz sharaf bilan Mahmud Sulaymon afandining shogirdi bo'ldi. Hamkorliklar va'daga vafo qilish bilan yangi natijalarni elib kelgan. Çin Nuri Biyopen Teknikisi Sultan Zavut'u işlengen güzellik minin Çin güzel girim buyumları Mahirlarga amet dileydi. Ulug' vatanimizning bepoyon bag'ri madaniyat san'atning mumbatli turg'udi. Qeyrinishimiz Muhammad Ali Umar Xotan diyorida tug'ilib o'sib, Beyjonda xizmat qilayotgan san'at mahiri bo'lib sifati bilan bizga Qumulning klassik kuylarini elib keldi. O'zim har joydaman, ko'nglim sandadur degan so'da. Benim ismim Muhammad Ali Umar, 127 yaş. Xotanning Gumunaytidan kasbim muzika. Men güzel avaz uslubidagi naqsh jihati alaydigan badab qarayman ham mush jihatdagi san'at asarlarini ham muqomlarimizni bekroq yoqtirib anglayman. Men odatda hayot qilish, bel tutish, o'zim yolg'iz o'tirib san'at asarlarini anglab tadqiq qilishni bekroq yaxshi ko'raman. Men shu musobaqaning eng og'ir nuqtalariga o'tib chiqishga to'liq ishonchim bor.
gitarman baş men gitarman baş ikki qo'limga tosh Sizligim şu yana Allah yarime Kaldı kızıga yaş Aykenim sözü çıra Soğuklarından kandaşıra Aksine aydın kaç gibi Allah yarime Allah çeten duvarçıra Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. İsmim Mehmet Ali Ömer. Otandan Gumudun. Vay, Mehmet Ali'cim. Oh. Halk tüylerimizge gösterimiz son. Da bir tas kaldım bayam çıkayıp sloyunap ketken. Vas desemiz. Bu hakikaten yaxshi naqsha. Uning hech kim ko'z yummaydi. Demakchi bo'g'ini, buningda sizningki yumshoq ovozingizni ko'ramiz, qattiqroq chiqalaydigan ovozingizni ko'ramiz, to'nini ko'ramiz, yuqorisini ko'ramiz. Bom, zil ovoz. Andin bu ovozlarga belki hissiyotingizni qanday bir taraf qilishlaringizni, naqshining puroqlarini hammani tang anglaymiz emasmi? Sizga yana shu ovoz o'rniga sal egiz to'g'rilanib qoldi. Naqshining yumshoq yerlarini yaxshi hal qila olmay qoldim. Egiz yerini qanday qildingiz? Egiz yeriga yaxshi bo'lmay qoldi-da. O'ttirni qanday qildingiz debse. Chaqchaq qo'ydik. Kelar navbat saqlaymiz sizni, Bo'ldi. Hayotda sinoqlar ko'p. Har bir sinoq bizga yangicha ko'z qarash, yangicha ta'lim beradi. Sinoqlardan bosh tortmay dadil yuzlanishning o'zimi bir g'alaba. Tamam bo'ling, ishlaringizga qutuq tilaymiz. Birinchi darajalik mukofotimiz Saptava hasilni bozor sog'an G'o'lja Baxtın musulmoncha yilaklik ishlab chiqarishni ta'minlagan 200 ming yuan qiymatidagi avtomobil. Bu programmani samimiy şekilde Malaysiyadan import qilgan Shubidin xoli biyatda erkaklar quvvatchiligi alohida talab qildi. Hammamiz jon dodam deymiz. Dilimizda, tilimizda dadillarimizni kuylaymiz. O'qituvchi Nurmuhammad Himit dadillar haqida qanday madiyalarni ilib keldikin, marhamat Nurmuhammad. Men shu ommabop naqsh usulidagi naqshlar va xalq naqshlari, shundaqla klassik 12 muqomlarimizni shundaq bir natijaga erishish uchun cho'qim badal to'lashga to'g'ri keldi. Natijaga erishish bo'lsin, mayli uningdan mag'lubiyatga uchrash bo'lsin, eng oxiridagi bizga lozim bo'ldigani cho'qim shu jarayondagi bizning bosgan qadamlarimiz bo'ldi. Shu vajdan men Ipak yo'l sadosi programmasiga tizimlatib keldim. Can dadam erdek, dadam kaldek, dadam Koymayacağım cennet kebi baldek, dadam Sen gidip alem bölekçe yapma Sözleri kaymaklamat yandek, dadam Sen gidip alem bölekçe yapma Sözleri kaymaklamat yandek, dadam
ne desem bağrımda vicdanlıktadır. Ne desem bağrımda vicdanlıktadır. Ballarım izdeydu her yıl ne desem yolunda gülhan tek tadım. Ballarım izdeydu her yıl ne desem yolunda gülhan tek tadım. Aldığımda kendim yüzdü bir küteynelerde sen handek tadın. Hasretim alemge sığmaz uylasam, koyniken cennet kebi bandek tadın. Hasretim alemge sığmaz oylasam, koyniken cennet kebi bandek tadın. Hasretim alemge sığmaz oylasam, koyniken cennet kebi bandek tadın. Alemge sığmaz uyulasam, koyniken cennet kebi bandek tadım. Kemine güzel qağlık diyardın kelgen Nur Muhammed Yemiddin hemmeylenge ali ihtiram. Salam. Ben bir addi xalq o'qituvchisi. Ama shu kichikimdan boshlab naqshi muzikaga bo'lgan havas, naqshi muzikaga bo'lgan yurakda kuyayotgan bir o't mana bu sahnaga meni boshlab keldi. Qarindoshlarimizning naqshamni yoqtirib anglab berganiga eng oliy tashakkur. Sizning naqshingiz meni bek ta'sirlantirdi. Chunki bu naqshni men bek yaxshi ko'raman. Yuragimga bog'an, yuragimga tekkan naqsha. Chunki bu naqshni bizning naqsha sarkardimiz, bizning boshlamchimiz Abdulla Abdurahim efendim voyaga yetkazib aytgan bu naqshni. Rahmat. Lekin men ikkinchi bir odamning yana bir qitim yuragimga tekkizib ko'zimdan yosh oqizishini faqatla o'ynamabdiman. Dadamning yo'qligini shu dadasi yo'q o'qidi, onaning yo'qligini shu onasi yo'q o'qidi. Hatta Erkin Abdullah'ni yig'iltib etdingiz. Erkin Abdullah akamiz bizning güzel qağlık diyarimizning obraz elchisi, faxri. Ya mening dadam mening bir tal naqshamni anglab bakmay adamdan o'tib ketgan. Naqshima besh chiqqanda men o'zim qilish qat'iy terishgan bo'lsam-mu, menga mumkinchilik bo'lmay qoldi. O'zimning kayfiyati tufaylidan hissiyotimni kontrol qilolmay o'zimning burchimni ado qilolmadim. Abdullah efendim rahmat. Bugun men yana bir yaxshi Nurnisa Abbas xonim ustozga erishdim. Endi musha mashqin oldida anam bilan dadam menga Abdulla Abdurim bilan hech bo'lmaz birer kunlik naqshani televizordan biz birga ko'zgan bo'lsak degan bir talabni umidini bergandim. Mumkin bo'lsa musha anam bilan dadamning musha talabi
Yerdə qanmagan bolsa, bildir. Xoş. Men sen bilen birga naqshi aytsam bo'ldi. Hozir aytolmay qoldim. Şu hayat atang bilan onamga bizden naiti o'tliq salom aytdim. Ata onamizning hayat vaqtida qadr qimmatini qilib olayli. Mehriga qenib olayli. Chiqroq yo'qlib olayli. Amal bo'lsa shularni yenida chiqroq turib olayli. Yana o'xshashlar hamma ustoz sen uchun ajr sindirdi. Rahmat. Qani, kel. Ustoz bilan ko'rishib ol. Yandadan elde, dadan kalde, dadan Koyniken cennetke bir bağlı Nur Muhammed Himmet, Nurnisa Hanım'ın grupsiga a'zo bo'ldi. Nurnisa Hanım, Nur Muhammed Himmet'in talantini bayqab oldi. Hamkorliklardan güller içilsin. Çin Nuri Biyopen Teknikisi Sultan Zavut'u işlengen güzellik minin Çin güzel girin buyumları mahirlarga omet dileydi. İpek yolu sadası her vakit bizde özgüçü duygularını bəxşiydi. Keskin tallaş, keskin rıqabet meydanı bolğan bu səhnədə mahirlərimiz özdəki talantını namayan qıldı. Ustazamı mahirlarga en adil bahalarını verdi. Mana şundaq uzaq seriallardan kelib qaraydigan bolsaq, bu ustazdın Nurnisa Hanım'dan tanlaydigan mahirlərinin sanımı ahirki çekliyə. Ovozi kang ham yuqori bo'lgan Sivimur Rusi. Jaqizi Javoyemi. Yosh shosh dushqun yigit Abdukeram Erkin. Lirik kuychi Yakan o'g'li Ubul Qavl. Oltin medal sohibi shijoat qiz Rayhongul Ezir. Mung ovozli san'at o'qituvchisi Bobobekra Al. O'ziga yuksak ishonch bog'lagan Qahar Husan. Ili daryosidek to'lqinliq ovozi va Almas Abdu. Romantik ta'sirli kuylarni taqdim qilgan Gulsum Ay Mantin. Turfan o'g'li Adil Ahmad. Xushchaqchaq, xush ovozli Mirzakim Botir. Sherin aslilarga boshlovchi Ilyos Nurmuhammad. Yosh ijodiyatchi Abduali Nurtay. San'atga ishtiyoqi kuchli Abdukim Abdullah. O'zgacha san'at tuyg'usiga ega tuyg'u guruh. O'nchamning muhabbat sadolarini ilib kelgan o'qituvchi Nurbiya Ubul. Butun vujudidan san'at kuchi bolqib turgan Oliya Vahab. Hayzavotdagi Tirishchan Bog'van, Qurbanjon Yasir, o'zgacha ovozliq mahir Qadrdon Qudrat. Ko'p qirliq san'at talanti bor yigit Abduali Turg'un. Yosh kuychisi Diyar G'ayrat. Ili diyordan kelgan buxgalter yigit Abdulim Abduriyev. O't yurtidan kelgan Tirishchan dehqon yigit Mansur Ahmad. Pichandan kelgan romantik kuychi Adil Habibov. Süzük ovozli güzel qiz Oygul Ahad. Muqamga ishga bog'lagan Ili o'g'li Diliyar Vahab. To'liq o'tir maktab o'quvchisi Fakriya Zakir. Qashqardan o't salom ilib kelgan Nur Muhammad Abduriyev. Jur'atlik mohirimiz Kamoljon Abduriyev. Ovoz yuqori Mustabar Buyuk. Yirik ovozli bog'van Nur Muhammad Himmet. Mana bular Nur sahnasi guruhining barpochi. Nurnisa Hanım bilan birga İpek yo'lida otlangan karvon. Keyingi qadamlaringizga omad tilaymiz. Qarshi olamiz Nurnisa Abbas Hanım. Programımızın qoidasiga asosan Nurnisa Abbas Hanımning hamda mahir qabul qilish huquqi bo'lmaydi. Biroq Nurnisa Abbas Hanım izchil turda mahirlarimizga yana rag'batlarini ilhom baxsh etib bo'ldi. Buldu. Odaqda biz yana davomli musobaqamizni davomlashtiramiz. Navbatda Erkin Abdulla efendim bilan Mahmud Sulaymon efendimning qo'lida yana bir qancha samba. Odaqda qaysi talaylik mahirlarimiz ularga shogird bo'lib kirdigandi. Mahirlarimiz tirishinglar yana davomli sahna silay qoldi. Çin Nuri Biyopen Teknikisi Sultan Zavut'u işlengen güzellik minin Çin güzel girin buyumları mahirlarga omet dileydi. Bahar kelmekte. Simsim yağmurla köklem. Simsim yağmur, xiyalım
yolunda kimle bakın periştenin göz işi sen armağanım ne bana kaldı periştenin göz işi sen armağanım ne bana kaldı. Beynimdeki köller muhtaç, melemdeki köller muhtaç, beynimdeki köller muhtaç, melemdeki köller muhtaç. Seni uzak kütkənlər can kapkəkken yalğızdır kış simsim yanmar öpmüşlerdir vergin sana okşaş yaksan değmem yarın beni söysene sana okşaş yaksan değmem yarın beni söysene yarım benim söysene Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshi aytdingiz. Ova, men ko'rsanglar, ovozini faraz qilolmaysizlar o'z bilan, ha? Inchka qiz. Ovozi mundoq. Zo'rliq. Qani o'zingizni tanishtiring. Yaxshimisilar tomoshabinlar, yaxshimisilar hurmatli zoir ustozlar. Mening ismim Fariza Lepik, bu yil 22 yoshga kirdim, kasbim usul. Ana. Sulung materiali badanda turibdi, mana lekin ovoz ajoyib chiroyli. Menga bek yoqqan, isitib ketdim, isit. Biz ikkimiz endi birdan isitib turaylik. Yaxshi, Mahmud Sulaymon apandi siz uchun o'rindiq aylantirdi. Sizni ustozingiz bilan tabriklaymiz. Qani Mahmud apandining fikrini anglab boqaylik. Sizning ovozingiz ayollarniki, ya'ni ayollarning yuqori ovozi deymiz masalan, inchki yoki o'rta. Siz inchki bilan o'rtaning oraliqida bir tepilmas ovoz ekansiz. Usulda o'qiysiz. Shunaqa? Shunday. Not nazariya o'tam do'stlik. Yo'q. O'qish bitdimi? Bo'pti. Unda bo'lsa men o'tay not nazariya. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz, keling. Mayslarni sim yomg'irlar yashnatib, mayslardan ho'sullar barpo bo'lib, Farizani Mahmud apandim targ'ishlasa, yangi san'at ho'sullari alga taqdim aylandi. Çin Nuri Biyopen Teknikisi Sultan Zavut'u işlengen güzellik minin Çin güzel girim buyumları mahirlarga ahmet dileydi.
Muhtar Mecit Efendi bizning suyumli o'qituvchilarimizdan biri. Bu san'at yoki adabiyot o'qituvchisi emas, balki kompyuter o'qituvchisi. Mana har kasbdagilarmi bo'sh emas gajmi? Ben nakışta intayin kızıqman. İşten sırtqı vaqtlarda, məktəb fəaliyyətlərdə özümünki işten sırtqını alaylıqırıb cari qıldırıb, məktəbninki mədəniyyət, mənavi turmuşunu beytib gəldim. Bu qadımqı müsabiqəyə qatnashishga maqsadim, mən özümünki yaxşı görgən naqşlarım bilan, xalqım bilan ortaqlaşmaqçı. Mən bu müsabiqəyə qatnaş orqali özümdə bor iqtidarni qiliq cari qıldırıb, imkoniyatning bericha oldi qarab manaman. Qanchalik mang'alasam, shunchalik menishim mumkin. Üç mesra
tanıştırıp etsen. Aleyküm assalam. İsmim Muhtar Mecid, Şinjan Ormançı Mektubu'nun kompüter okutucusuyum. Hocam 47 yaş kirdim. Pişipsiz. Rahmet. Mening grupamda mushunda bum ovozdan birisi kam edi. Simfoniya uning ustiga. Simfoniya oson emas. Uyg'ur yaqinqi zamon simfonik orkestr ijodiyatining peshvosi, ya'ni sobiq SSRdagi 10 cho'ng kompozitorning birisi Qudusxon Hojamyarovniki O'chmas Chiroq degan asari. Asli shunda naqsha o'qishga bir kasbiy artistlar, kasbiy naqshchilar o'qish kerak edi. Siz ishdan sirtqa musha ovozingiz bilan meni qoyil qildingiz. Rahmat. Mening kichkina gapim mushu muzikani tankashni siz balkim qiyin bir yo'lini topgansiz. To'g'ri. 2 kunning yarmi mashq qilib, ba'zi vaqt shunday yaxshi muzika maslashib yaxshi o'qidim. Bugun o'zim shunday his qildim, asosiyatni maslashdi deb o'ylayman muzikalar naqsh. Lekin ba'zi yerlar sen o'rganmaganda kasb bo'lgan. To'g'ri, o'rganmadingiz emas, aldirab ketdingiz. Aldirab ketdim. Bu tankashga uzun mashq qilmaganlik fursatning jiq bo'lmaganligidan bo'lsa kerak. Endi qog'inni Mahmud apandining o'zining tarbiyalashi bilan, hamkorlashishi bilan yaxshi bo'lib ketdi. Sizni muboraklaymiz. Rahmat. Muborak bo'lsin. 26 yilning yog'i dars bergan Şinjandagi bütün o'quvchilarimdan salom yo'llayman va meni bek cho'ng qilgan, 8 balni bek cho'ng qilgan mening dadam, onam, shundaqla 8 balni bek cho'ng qilishdan bir 2 doktor paydo qildi bizning uyda. Dadam, opamga rahmat. Sizlar jafo chekdinglar. Sizlarning umringiz uzun bo'lsin. Muborak bo'lsin. O'chmas chiroq. Isim, yaraysiz muallim. Biz sizni kompyuter ekranini yandiramdikin debdimiz. Ammo yong'ini qalbdagi muhabbat chiriq ekan emasmi? Rahmat sizga. Mahmud apandi bilan hamkorlikinglar ko'ngillik bo'lg'ay. Ko'ryapsizlar degan chin go'zal Ipak yo'li sadosi programmasi. Muqamlarimizni g'ayriy moddiy madaniyat merosi bo'ldi deb xo'sh bo'ldi. Muhimi muqamlarimizni o'zimiz qoldirishimiz, o'stirishimiz, o'rganishimiz kerak. Bu singlimiz dal san'at institutida muqam kasbida o'qiydi. Qarshilimiz Maryamgul. Mening shu naqsh o'qishga alaydigan bo'lsa, men oldi bilan har qanday naqshni olgandan keyin tunji bo'lib u naqshning melodiyasini nihoyat oson o'rganib olayman. Anandaki shu asosda naqshlarni tekis silish, udar, qatorliq jihatlarda tekis yodlash degandek naqsh o'qishdan boshqa alaydigan bo'lsa, kitob o'qish, muzika anglash, anandaki tantarbiya faoliyatlaridan shug'ullanish. Mening bu qitimqi musobaqa qatnashishimdagi maqsadim o'zimning qanchalik holatda, qanchalik saviyada bir o'zim yolg'iz bir sahnada bir naqshni mukammal holatda o'rnatib chiqish. Mening maqsadim shu.
Nefes mübarek Özünüzü tanıştırın. Assalamu alaikum ustozlar. Assalamu alaikum ekranlardagi ko'rarman do'stlar. Assalamu alaikum nahmadonik tomoshabinlar. Men Maryam Gul Yusufdan hammanglarga o'tliq salom. Men o'zim Qashqar Konchadan bu yil 23 yoshga kirdim. Hozir kasbim bo'lsa Shinjon san'at institutining muqim kasb o'quvchisi. Ha, endi ma ovoz to'g'riliq jiq gap qilmaylik. Yaxshi aytdingiz, ajoyib. Men taxi bu Sanobar Tursunning maxsus shogird o'xshaydi debdim. Yaxshi, ovozingiz yana Mahmud apandimi bayqadi, yana boshqa uslublarni ishlatish mumkinchiligi bor. O'zamcha. Qanday? Direkt so'zlaringiz o'z deyman. Misali chiqib bunda tanlanishimni o'ylab baxmanda men yurkamni gapni qilsam. Chunki 3 kun bek og'rib yetib qoldimda, jiddiylashganimdan tanlanmasligim mumkin bolalar sinflik bo'ldi dedim. To'g'ri tushuninglar, tanlamay qolsam sen hech qisi yo'q adash. Sen cho'qim tanlanolsa ishimiz dedi. Shu meni qo'llagan shu savoldosh do'stlarimga ko'p rahmat. Yaqindan qo'llagan ota-onamga Anandan keyin mening shu sani chiqishimga turtki bo'lgan, yo'q ovozimni baqiygan, Nurgul Ayson muallimga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Qarang. Siz mushu ovozim azroq bo'g'ilib qoldi yaqindan beri dedingiz-ku, mazukam o'xshaydi yo charchagandim. Intayin ehtiyot bilan aytganingizning foydasi jummi? Shunchilik mas'uliyatchanlikli aytdingiz. Shuning uchun chataq chiqmadi. Çatak çıkmaydı bazıca. Muşlar kallı işletimiz. Bu nakşini gelimiz güler de etmemiz. Kallımız bilen bu
Buni cho'qim o'ylab topmasak, ma'lumingizmi shunda dedi balkim. Bu boshqa hunarga o'xshamaydi. Boshqa hunarni qo'lda tutib o'rgatgani bo'ldi, naqshini qo'lda tutib o'rgatgani bo'lmaydi. Kalla bilan o'ylaymiz. Shunga sizning ma kalla ishlatishingiz alomat bo'ldi. Rahmat. Aqlli qizgansiz. Risolat Topizning ismimizga soldingizda qalbimizga romantik his tuyg'ularni soldingiz. Muhabbat degan shunday pokis tuyg'u, axloq bobidir. Rahmat sizga Maryam Gul Yusuf, go'zal iqbol turar sizni kutib.